Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Ro'zalar bilan charchamasdan. Xo'p, sizlar bilan biz bugun turk tilida birinchi darsimizni o'tamiz. Demak, har tilda bo'lgani kabi turk tilini ham biz turk tilini o'z alifbosi bilan boshlaymiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, turk tilida 29 ta harf bordir. Bulardan, demak, 8 tasi unli, 21 tasi unsiz. Ularni birinchi o'rinda o'qilishlarini ko'rib chiqamiz. Diqqat bilan eshitasiz. Xo'p, A, B, J, Ch, D, E, F, G, yumshoq G, H, I, I, J, K, L, M, N, Ö, Ö, P, R, S, Ş, T, Ü, Ü, V, Y va oxirgi harfimiz Z harfi. Demak, ahamiyat berdingiz. Manimcha, boshqa tillardan farqi biz undoshlarimizga harfini qo'shib o'qiymiz. Unlilarimizni o'zini o'qisak, undoshlarimizda demak harfini qo'shib o'qiymiz. Turk tilida demak 29 ta harf bor ekan, ulardan 8 tasi unli, 21 tasi undosh harflar. Xo'p, endi bizdagi harflardan farqi. Ba'zi harflarni o'zimizdagi o'zbek tilidagi harflardan farqi bordir. Misol uchun, xo'p, birinchi farqlanadigan tovushimiz bu J harfi. Bu ingliz tili yoki rus tilidagi kabi S yoki bo'lmasam K harfi emas. J. Bizdagi jo'ja deyiladi-ku, xuddi o'shani qarshiligi J harfi. Misol uchun ajil. Mana o'qilishi ajil. Bu yoqda shoshilinch ma'nosini beradi. Ajil. Keyingisi Ch harfi. Bizdagi demak, mana shu ishora bilan H harfini birikmasi Ch bo'ladi. Turk tilida esa J ni pastida ilmoqchasi bori. Chay. O'qilishini eshityapsiz-a? Chay. Xo'p, keyingi bizda turk tilida, ya'ni biroz og'riqli harf, demak yumshoq G. Yumshoq. Yumshoq G harfida eslab qolamiz o'rtoqlar. Boshlanadigan so'z yo'q. Turk tilida yumshoq G bilan boshlanadigan so'z yo'q. Bu degani siz bu harfni hech qachon bizdagi, ya'ni o'zbek tilidagi qilib qattiq G harfi deb o'qimaysiz. Bu o'qish noto'g'ri. O'z nomi bilan yumshoq G. Misol uchun, xo'p, bizga o'rganish uchun oson bo'lishi uchun shunaqa qilib o'rganishimiz mumkin. Agarda inji unlilarni orasida kelsa, Y kabi o'qiymiz. Misol uchun qarang. Ikkita E'ni orasida kelgani aylanmak. G'a harfi emas, aylanmak. Yoki bo'lmasam, agarda ba'zan undoshlar orasida keladigan bo'lsa, orange, yumshoq bildiramiz. Qarang, talaffuzda bor yo'qligi bilinmayapti, lekin to'g'ridan to'g'ri tashlab ketib o'qimaysiz. Orange. Xo'p, keyingisi Ö harfi, yumshoq Ö. Misol uchun umr, go'mlik kabi. Xo'p, keyingisi J harfi, bizdagi J ni qarshiligi. J. Rus tilida bor-ku shunaqa J harfi, xuddi shu J. Japon, ajanda gibi. J emas, lekin adashtirmaymiz. Xo'p, endi yana bitta farqli tovushimiz bu Sh harfi. Sh. Tagida S ni tagida ilmoqchasi bor. Shapka, ishorat kabi. Va yana bitta farqli tovushimizdan biri bu U harfi. U. Eslab qolamiz. Misol uchun uzum, yuzuk kabi.
Davom etamiz. Xo'p, endi birinchi o'rinda biz alifboni ko'rib chiqqanimizda, shunaqa hodisalar borki, ularni ko'rib chiqmasak bo'lmaydi. Demak, unli uyumi bu nima degani? Demak, turk tilida singarmonizm hodisasi bor. Singarmonizm hodisasi nima? Demak, asosga bironta qo'shimcha qo'shganingizda eng oxirgi unlisiga qarab, eng oxirgi unlisiga qarab qalin yoki inji bo'lib ketadi. Deylik, biz unli harflarni 8 ta dedik-a. 8 ta unlini biz endi bu yoqda 2 ga bo'lib olamiz. 2 ga. Aslida bizning unlilarimiz qaysilar edi? E, I, U va Ö, A, I, O, ular edi. Biz unlilarni 2 ga bo'lib olamiz. Mana qalin va inje unlilar. Inje unlilarga E, I, U, Ö harflari kiradi. Xo'p, qalin unlilarga esa A, I, U, Ö harflari kiradi. Xo'p, singarmonizm qoidasi bor dedik. Endi bu nima degani? Misol uchun, birinchi unlisi inje bo'ldimi, keyingisi ham inje unli bo'ladi. Ya'ni, bu yoqdan bitta harf E bo'lib turib, bu yoqdan bitta A harfini yoki bo'lmasa U harfini ololmaydi ma'nosida keltirilgan. Misol uchun qarang. Chechak birinchi unlisi I, keyingisi E. Chechak bu gul. Ko'zluk, ko'zoynak, ko'zluk. Birinchisi Ö, keyingisi Ü. Demak, ikkalasi ham inje unli. Yoki bo'lmasam ulka. Birinchisi ham inje, oxiridagi unlisi ham inje. Xuddi shu qoida qalin unlilarda ham xuddi shunday. Misol uchun yo'lchi, sayohatchi ma'nosida. Birinchi unlisi Ö, keyingisi U harfi. Qarin. Birinchi unlisi A harfi, keyingisi esa I harfi. Ko'rib turganingizdek, hammasi qalin yoki oxiridagi so'kak, ko'cha. Bunda ham xuddi shu hodisa kuzatilgan, lekin har doim ham turkchada xuddi shunday singarmonizm qoidasi bo'lavermaydi. Ba'zi bir so'zlar borki, lekin bularning so'zi juda ham kam. Ba'zi bir so'zlarda birinchisi inje, keyingisi qalin bo'lishi mumkin. U so'zlarga quyidagilar kiradi. Misol uchun, elma. Qarasangiz, birinchisi inje, eng oxiridagi unlisi esa qalin. Elma bu olma. Yoki bo'lmasam anne, ona degani. Anne. Birinchisi qalin, keyingisi inje. Shishman. Bunda ham xuddi shunday I va A moslashgan. Hangi, qaysi. A va I. Kardesh, uka yoki bo'lmasam singil ma'nosida. A va E. Eleman, ishchi. E va A kabi moslashgan. Demak, bizni turk tilini o'rganishni boshlaganimizda har doim shu narsani eslab qolishimiz kerakki, bilamiz, A1 turk tilidagi amr darajasi turk tilini tamal toshi. Biz birinchi o'rinda xuddi shu o'tayotgan darslarimizni yaxshilab o'zlashtirib oladigan bo'lsak, u yog'i oson ketadi. Siz A1 va A2 kitoblarini yaxshilab o'rganib, alifbosini, harflarini, qo'shilish tarzini yaxshilab o'rganib oladigan bo'lsangiz, u yog'i oson ketadi. Imlo xato ham qilmaysiz. Oson qo'shimchalarni qo'shib ketasiz xolos. Xo'p, davom etamiz. Endi keyingisi unsiz uyumi, ya'ni undosh uyumi. Xo'p, biz unlilarni ko'rib chiqdik. Endi undosh harflarni ko'ramiz. Undosh harflar turk tilida 21 ta undosh harflar bor ekan. Unli harflar kabi undoshlarni ham ikki guruhga bo'lib olamiz. Bu bizdagi o'zbek tilidagi jarangli va jarangsiz tovushlarga to'g'ri keladi. Agarda unsiz uyumi qoidasiga qaytadigan bo'lsak, agar so'z oxiri jarangsiz undosh bilan tugasa, qo'shimchaning ilk harfi ham jarangsiz bo'ladi. Agar so'z jarangli undosh bilan tugaydigan bo'lsa, jarangli undosh bilan boshlanadigan qo'shimcha oladi. Xo'p, endi undoshlarni ikkiga bo'lib oldik. Xo'p, biz esimizda qolishi kerak bo'lgan harflar 8 ta. Mana bu fistikcha shahar. Biz bu harflarni yodlab olish uchun kodlab olamiz. Ya'ni
Fistiqchi shahab deb kodlab olamiz eslab qolishimiz uchun. Xo'p, bular jarangsiz undoshlar. Jarangsiz undoshlar eslab qoling. Qolgani esa jarangli undoshlar. Bu bizda unchalik ahamiyatga ega emas, ya'ni qoidaga ko'ra qanday yozilsa shunday qo'shiladi. Faqatgina fistiqchi shahobda ba'zi qo'shimchalar boshqacha qo'shiladi. Shuning uchun ham biz bu harflarni yoddan bilib olishimiz kerak, 8 tasini. 13 tasi esa o'z-o'zidan 21 tani qolgan harfi bo'ladi. Demak, boya aytganimizdek, agarda dedik jarangli undosh bilan tugasa jarangli undosh bilan boshlanadigan, jarangsiz bilan tugasa jarangsiz bilan boshlanadigan qo'shimcha qo'shamiz degan qoida bor edi. Endi bularga misollar ko'rib chiqamiz. Deylik, yo'rgan, yo'rganni. Mana bu qarang. Jarangli undosh bilan tugaganmi? Unga xuddi shunday jarangli undosh bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shilar ekan. Yo'rganda yoki bo'lmasam keyingi so'zimiz sokak. Bu yoqda ahamiyat bering, k fistiqcha shahobda bor, mana. Bor. Demak, biz mana shu yoqda boshlangan harf bilan qo'shishimiz kerak ekan. Endi sokak ta qo'shamiz. T ham bormi? Mana qarang, t ham bor. Sokakda tepada, demak, ko'rpada bo'lgan bo'lsa, sokakda bu ko'chada. Qarang, da ham, ta ham bitta o'zbek tilidagi da qo'shimchasini beryapti. Faqatgina boya aytganimizdek, unli unsiz uyumi qoidasi ro'y beryapti bu yoqda. Xo'p, zemin. Zemin eng oxiridagi n harfi jarangli undoshda bor. Shuning uchun ham jarangli undoshda bor harf bilan qo'shimcha qo'shamiz. Zeminde yoki bo'lmasam chichek. Chichekda. Ya'ni gulda kabi. Xo'p, har doim ham eslab qolasiz. Har doim ham bu qoida boya aytganimizdek amal qilavermaydi. Ba'zi yabanchi kelimalarda istisno tariqasida kelishi mumkin. Xo'p, demak, alifbo qismimizni o'rganishda yana bir marta takrorlab olamiz. Aytganimizdek, turk alifbosida 29 ta harf bor. Ulardan 8 tasi 8 tasi unli, 21 tasi esa undosh harflardir. Xo'p, turkchada bir so'zda hamma unlilar yo qalin unli yoki bo'lmasam inji unli bo'ladi. Bunga unli uyumi deb aytiladi. Qalin unlilar a, i, o, u. Inji unlilar esa e, i, u, o harflaridir. Bir so'zda qo'shimchalar oxirgi unliga moslashadi. Ahamiyat bering, boya biz ko'rib chiqqanimiz so'zlar bor edi-ku, ham qalin, ham inji ishtirok etgan so'zlar bor edi. Biz eng oxirgi unlisiga qarab qo'shimcha qo'yamiz har doim. Lekin ba'zi yabanchi bu xorijdan kirib kelgan, o'zlashtirilgan so'zlar. Yabanchi kelimalar faqatgina inji unli eklarni, ya'ni inji qo'shimchalarni, inji harfli qo'shimchalarni qabul qiladi. Demak, undoshlar sert va yumshoq o'larak ikkiga ayriladi. Bu nima degani? Demak, undosh harflar jarangli va jarangsiz sifatida ikki guruhga ayriladi. Demak, bir so'zning oxirgi tovushi jarangli bo'ladigan bo'lsa, birinchi qo'shiladigan qo'shimchaning birinchi harfi ham jarangli bo'ladi. Jarangsiz qo'shimcha bilan tugagan bo'lsa, so'z bilan, harf bilan xuddi shunday jarangsiz bilan boshlanadigan qo'shimcha so'z qo'shiladi. Bu qoidaga esa unsiz uyumi deb aytiladi. Xo'p, bugungi, demak, birinchi alifbo bilan tanishtirish darsimiz xuddi shundan iborat edi. Ko'ring, o'zlashtirib oling yaxshilab. Hammangizga omad tilayman.